Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 15-yanvar Qo'qon Yangi bozor stenkasidamiz. Manzil shu. Manzil qayerda deganlarga. Keyin kommentga Telegramni belgilab ketyapmiz. Shu yerga Telegramga o'tib gruppamiz bor. Umuman qo'ymasdik, faqat o'ptimchilar qo'shashdik. Mana o'tib olaverasizlar. Sizlarga yana bitta variant. Bular narxi o'zi 140 ming, razmeri standart. Bular ham eng bombasi. Bitta like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ysanglar, mana 17 mingta ham bo'ldik. 18 mingtaga qarab ketyapmiz. Yangiliklar yarim narxidan ham arzon narxda. Mana nech pul deb o'ylaysiz? 200 ming ham emas, 150 ming ham emas, 100 mingdan razmer standart. Mana buniki arosat, buniki uzun, buniki ham shunaqa. 280 mingdan sotilgan. Ikkita rangga qo'ygan uchun 100 ming so'mdan. Buchi bular. Buni ham shuna narxda qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bitta skitkamiz bor. Xitoy dublonkalarimizni skitkada qilib boramiz. Keyin dvoykamiz ham bor. Mana shu ko'rib turganlaring Telegram kanaliga o'tib olinglar. Faqat o'ptimchilar bo'lgan. Endi sizlarga mana bitta shanis bemalol o'tib. Eng zo'r variantni ko'rsataman sizlarga. Narxi juda ideal. Bitta like bosib, obuna bosib qo'ying, sizdan ishlama ketmaydi. Keyin yana bir negativlarga ham fikrimiz bor. Uyda yotib kamchilik to'g'rimasdan kelib so'rab ketsa yaxshi bo'lardi. Mana buni ichi ko'ylakli lamkali bu 75 mingdan. Mana shu eng skitkamiz shu bo'ladi. Bu ham shunaqa 75 ming so'mdan. Like bosib qo'ying, mayli. Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Mana bugungi video tugadi. Ertaga yangi video chiqadi, kutib turinglar.